Xo'p, milliy sertifikatga tushgan 43-masala 19-yanvar kuni. Kechagi o'simliklarda gametogeneza, ya'ni o'simliklarda jinsiy hujayralarning hosil bo'lishini tushuntirib berdik kechagi darsda. Uni video dars qilib qo'ydik ham YouTube'ga. Yana qo'yganimizni ko'rib olinglar. Ayniqsa nisbatlarga e'tibor beringlar. Hozir buni hech kim ishlamadimi hali? Yo'q-a? Ashu nisbatlari nihoyatdan muhim ishlashingizda. Agar bu masalani uyda qayta ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, birinchi ash video darsni ko'ring. Men bir qator eslatib o'taman. Sizlarga o'zi offline o'tganmiz-a uni? O'tdikmi sizlar gruppalarga? Yaxshi. Qadamma-qadam ishlab ketamiz. Bu 43-masalaga odatda ko'pincha 10 ball beradi-da. Xo'p, sholi o'simligida megasporasitlarning 40% dan megaspora hosil bo'ldi. Bu tomonga yozganim megasparasit hosil bo'lishini esinglarda bo'lsa. Ha? Bunda hamma yo'q nisbat 1:1 edi. Megasporasitdan megaspora hosil bo'lardi. Bitta megasporasitdan bitta megaspora hosil bo'lardi. Undan murta xalta hosil bo'ladi. U ham bitta murta xalta hosil bo'ladi. Murta xaltaning ichida bitta markaziy hujayra bo'ladi, bitta tuxum hujayra. Bu tomonda hamma yo'q nisbat nima edi? 1:1 edi. Aytyapti endi. 40% dan megaspora hosil bo'ldi deyapti. Endi jami nechtaligini bermayapti-da bu yerda. Shuning uchun megaspora hosil qilmagan megasporasitlar soni 9000 ta ekan. Hosil qilgani 40%. Hosil qilgani 40% bo'lsa, hosil qilmagani 60% bo'ladi. Demak, birinchi ish. Ha, savolini kommentariyaga ham yozib qo'yaman, qo'yinglar, ko'radi-yu. Aytib qo'ying. Xo'p. Demak, 60% hosil qilmagan. U 9000 ta. To'g'rimi? Ozodbek ham uyg'ondi mana nihoyat. Demak, 40% ni topsak, megaspora hosil qilgan megasporasitlar soni kelib chiqadi. 6000 ta. Demak, 6000 ta megasparasit bor. Endi 6000 ta megasparasit bo'lsa, sporosit deb qo'y. Shu 6000 ta megaspora hosil qiladi. Nima uchun? Nisbat 1:1 edi. 6000 ta megasporasitdan 6000 ta megaspora hosil bo'ladi. Megasporani 60% murtay xalta hosil qildi. Shu megasporani 60% murtay xalta hosil qildi. 60% ni topishimiz uchun 0.6 ga ko'paytiramiz. Bu degani 600. 6 kare 6 36. Ikkita 0 ni qo'yamiz. Demak, 3600 ta megaspora murtay xalta hosil qildi. Bu 3600 ta nima chiqdi? Hali ham megaspora. Shu murtay xalta hosil qildi. 3600 ta megaspora bu 3600 ta murtay xaltaga teng. Chunki nisbat 1:1. Ko'rdingiz? Men nisbatlarini ham yozib tushuntirganman sizlarga. Xo'p, 60% murtay xalta hosil qildi. Shu 3600 ta murtay xaltalarning 75% normal spermiy bilan urug'landi. Demak, ikkinchi ish qilaylik, ko'payib ketdi, cho'zilib ketdi. Ko'rinyaptimi ayta? Videoda. Bizda 3600 ta nima bor edi? Murtay xalta bor. Shuni ham 75% ni spermiy bilan urug'lamiz. Shuning uchun 75% ni topib olamiz. 0.75 ga ko'paytiramiz. 2700 ta. Demak, 2700 ta murtay xalta normal spermiy bilan urug'lanibdi. Xo'p. Endi bilib olinglar. Murtay xalta soni, esinglarda bo'lsa, mana bu videoda bor edi. Ko'rgan bo'lsanglar, murtay xalta soni nimaga teng? Urug'lar soniga teng. Demak, bizda 2700 ta urug' hosil bo'ldi. Spermiylar urug'dan 2 barobar ko'p bo'ladi. Spermiylar soni qancha ekan? 5400 ta bo'ladi-da. 2702 ga ko'paytirasiz. Va masalaning eng qiziq joyi shu yer. Megasparasit bo'linish jarayonida xromosomalar qutblarga tarqalish buzilgan deyapti. Natijada 4n to'plamli markaziy hujayra hosil bo'lgan. Nima uchun 4n to'plamli markaziy hujayra hosil bo'ladi? Yo'naltirish tanajiga o'tish kerak bo'lgan xromosomalar ham normal megasporaga o'tib ketib qoladi.
Megaspora yo'q ketib qoladi. Yoki nima deydi? O'zi mitoz jarayonida bo'lishi mumkin. Mitoz jarayonida markaziy hujayra hosil bo'ldi deyapti, shuning uchun mitoz jarayoniga tegishli bu jarayon. Xullas kalom, to'rin to'plamli nima hosil bo'ldi bizda? Markaziy hujayra. Markaziy hujayra o'zi necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Buning natijasida hosil bo'lgan endospermlarning 30% 5 to'plamli bo'lib qoldi. 2700 ta urug' hosil bo'lgan bo'lsa, 2700 ta nima hosil bo'lgan? Endosperm hosil bo'lgan. Nimaga? Esinglarda bo'lsa, urug' bilan endosperm nisbati ham 1:1 edi. 2700 ta endosperm hosil bo'ldi. Shu 2700 ta endospermda 3-ish 2700 ta endospermda 30% 5n to'plamli ekan. Shuning uchun 2700 ni 0,3 ga ko'paytiramiz. 273 ga ko'paytiramiz. 810. 810 tasi 5n to'plamli ekan. Ko'paytiramiz 5n. Endi 2700 dan 810 ni ayirsak yoki 2700 da necha foiz qoldi? 70% qoldi. 0,7 ga ko'paytirsak 1890 ta chiqadi. 1890 ta qolgani normal to'plam. Necha en to'plam? 3 en to'plam bo'ladi. Demak, bu yerda tenglama qilib olsam bo'laveradi. 810 ko'paygan 5n qo'shilgan 1890 ko'paygan 3n teng jami xromosomalar yig'indisiga. Jami xromosomalar yig'indisi bulardagi deyapti 116.640 ta. Xo'p, necha chiqar ekan bu? Ko'paytirsangiz. 810. 4050 n qo'shilgan buchi. 5670 n 116.640 ga. Ikkovini qo'shing endi. 9720 n teng 116.640. N topadigan bo'lsak 12. Demak, n to'plam 12. 2n to'plamchi 24. N to'plamni topib oldik. Endi A, B, C shartlariga javob beramiz. A shartida aytayaptiki, megaspora hosil qilmagan megasporasitdagi xromosoma yig'indisi. Megaspora hosil qilgani 6000 ta edi. Hosil qilmagani 9000 ta ekan. 9000 ta megasparasit bo'lgan bo'lsa, har birida xromosoma soni 2 mi? 2 da 24 ga ko'paytiramiz. 216.000 ta ekan. A shartga javob shu. B sharti chalg'itadi ekan. Hosil bo'lgan normal murtak xalta. O'zi bizda murtak xaltamiz 3600 ta edi. Mashina olamizmi normal murtak xalta deb? Yo'q, buni olmaymiz. 75% ni topdik. 2700 chiqdi. Shuni olamizmi? Yo'q, buni ham olmaymiz. Qaysini olamiz unda degan savol tug'iladi. Murtak xalta ikkita variant bor xolos. To'g'rimi? Bizda mana bu endospermga e'tibor beramiz. Jami murtak xalta jami endosperm soniga teng edi. Endospermimizni 70% ya'ni 1890 tasi 3n to'plamli edi. Bu normal. Lekin 30% 5n to'plamli edi. Chunki ana shu gametogenez jarayonida markaziy hujayra 4n bo'lib qolganlik hisobiga. To'g'rimi? Demak, mana u ham 810 ta ham normal. 2700 dan 810 da olib boramiz. Shunda murtak xaltani 1890 ni, ya'ni endosperm uchun to'plamli hosil qilgani normal bo'ladi. Demak, 1890 ta murtak xalta normal. Chunki 3 hosil qilish ishtirok etayotgan normal. Shunda bizda murtak xaltada xromosoma necha en bo'lardi? 8 en bo'lardi. 8 enini topamiz. Enimiz 12, 8 enimiz 96. 96 ta ekan. Bitta murtak xaltada. Bizda 1890 ta murtak xalta bor. Shuning uchun biz buni 96 ga ko'paytirib olamiz. 181.440 ta. Xo'p, C shartida
Urug'lanishda qatnashgan spermidagi xromosoma yig'indisini toping deyapti. Bizda endi jami urug'lar soni qancha? 2700 ta. Spermilar undan 2 barobar ko'p bo'ladi. 2702 ko'paytirsak 5400 ta urug' bor ekan. Spermi bor ekan. 2700 ta urug' bo'lsa 5400 ta spermi bo'ladi. Xromosomalar sonini topmoqchi bo'lsak, spermilar n bo'ladi. Demak 12 ga ko'paytirib qo'yamiz. 64800. Demak, A'si, B'si, C'siga javob shu. Kim tushundi? Rahmat, yozib olinglar. Savolimni tashlab qo'yaman.